Bolalar barchaga salom. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Extra Time paklarini ochishdan boshlaymiz. Doimgidek o'zim aytgan paklarni bugun ochmoqchiman. Kecha ilgari kuni ochgan paklarimdan men общий hisobda 260 ta Godovshina tokenlarini ishlab oldim. Bugun xudo xolasa yaxshiroq rezultat bo'ladi degan umiddaman. Har kuni 130 tadan tushirib olyapman. Qani ketdik, ko'ramiz bu safar nima tushar ekan. Bundan keyin 10 qanotga bitta himoyachini olamiz. Eng yaxshi himoyachilardan biri. Qani ketdik. Yigirmata bu safar oz berdi nimagadir. 30 ta tushish kerak edi. Qirqta. Bugun hech narsa bermadi. Bugun 40 ta token ishladik xolos do'stlar. Bunga juda ham yaxshi o'yinchilarni men sarflab yuborgan edim hammayli. U o'yinchilar уже kerak emas, chunki sezayotgan bo'lsanglar уже 108 kartochkalar yaxshi ishlamay qoldi. Yaxshi o'ynamayapti. O'yinda hozir tezlik muhim bo'lib qoldi. U обновление bo'lgandan keyin tezlik juda ham katta rol o'ynayapti o'yinchilarda. Demak do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda o'ng qanotda qiroli bo'lgan Turam kartasini olamiz sizlar bilan birgalikda. Mana bu ajoyib qora bola, kalbosh. Qani ketdi. Va shular pakdan tushmaydim. 3000 talik ochyapmiz, hech narsa tushmayapti. Qani sostavni ko'ramiz do'stlar sizlar bilan birgalikda. Buni olishdan maqsad o'zi oxirida 4-haftada o'yinchilarni olmoqchi edim. Buni olishdan maqsad rejim trenerda mod manager deysizlarmi? O'sha joydan rejim trener bo'limidan va VSAdan 10 tadan yulduzcha olish kerak. Уже ravni o'yindan oldim. 10 ta yulduzcha, endi ikkalasi qoldi. Mana shu himoya pand berib qo'yayotgani uchun bo'lmayotdi. Keyin mana bu darvozabonni almashtiramiz sizlar bilan birgalikda. Milinkovichni olsam kerak agar tokenlar yetmasa, chunki 4-haftada gullit chiqadi degan gap bor. Xudo xolasa endi gullitga tokenlarni yig'ishni boshlaymiz. Agar oshib qolsa Milinkovich Savichni qo'yamiz, chunki VSAda juda ham ajoyib o'yin ko'rsatyapti Savich va ravni o'yinda danni udarlarni yaxshi to'sayapti. O'sha kechadan uni kartasi ham ishlashni boshladi. Undan oldingi kunlar yaxshi ishlamayotdi, lekin hozir ancha o'zgarish bor. Demak, sarg'aytirsa bu yoq ochilar ekan demak. Tushunarli. Men o'sha sariq rangga o'tkazishdan ma'no ko'rmay qo'ydim, chunki juda ham ko'p bizdan mana bu ochkoni so'rayapti. Shuning uchun men endi o'yinchilarni faqat qizilda o'ynasam kerak. Endi shu asosan hujum chizig'ini sariq qilaman, darvozabonni sariq qilaman, qolgani menimcha qizilda o'ynaydi. Yetarli bo'lsa kerak, chunki juda ham qimmatga tushib ketyapti. Oldin Mascherano bordi, bitta bilan o't ketib qolardi. Bitta Mascherano bilan o't ketib qolardi. Menimcha shuni yo'qotishdi bular. Shu bitta Mascherano bilan biz sariq qilib olayotganimiz uchun. Masalan, men so'mni 4tami 5 ta Mascherano bilan qizil rangga olib chiqqanman. Shu narsani bular yo'qotdi oxiri. No ladno, nima ham deymiz. Turam 20 prokachkada. Mana do'stlar, o'ng qanot himoyasi xudo xolasa 30 prokachka qilamiz va o'yinni davom etkazamiz. Hammaga omad do'stlar. Savollar bo'lsa kommentariyada yozib qolinglar.